Assalomu alaykum. Xo'p, demak, tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu inputlarni o'zgartiradigan bo'lsam, butun forma render bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, faqat o'sha input emas. To'rala input ham и buttonlar ham render bo'lyapti va ikkinchi forma. Ikkinchi formani o'zgartiraman, faqatgina input nimaga? Chunki bu yerda renderni optimize qilingan. Bu qanaqa qilishini hozir ko'rib и tushunib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda tushunadigan bo'lsak, nima? React qanaqa ishlaydi? React'da state'lar bor. Aytaylik, u state o'zgarganda o'sha komponentni qaytadan re-render qiladida, virtual DOMdan o'zgargandan so'ng real DOMni update qilib qo'yadi. Bu real DOMni update qilganda u yerda aytaylik butun bir element o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga elementlar qaytadan render bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi ko'rgan to'rtburchaklarimiz bu React DevTools'dan foydalangan holatda profilerni yoqdi, ya'ni qaysi komponentlar update bo'layapti. Bu yerda hozir ko'radigan bo'lsak, buni qanaqa qilib yoqdim? Shunchaki profiler, ya'ni React DevTools uстановка qilgandan so'ng, настройкасini ichidan highlight updates with components render. Komponent render bo'lganda, uni highlight qilib ko'rsatib beradi. Shu o'chiq bo'lsa ko'rsatmaydi, yoqib qo'ysanglar ko'rsatadi va uni turib, xo'p, bu yerda qiladigan bo'lsak, butun bir forma render bo'lyapti. Lekin bu logistik xato. Nimaga? Chunki biz faqat first name o'zgartiryapmiz. A, buni kod tomonlama ko'radigan bo'lsak, re-render form, ya'ni bu yerda nima? UseState dan foydalanilgan. Nima uchun UseState dan foydalanmaslik kerak forma uchun? Shu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni UseState nima? First name, last name, email, password. Bularni update qilganimizdan so'ng, bu state update bo'lgani uchun bu re-render formaning o'zi update bo'ladi. Va bu yerdagi text fieldlar ham umuman hammasi update bo'ladi. Shuni hisobiga nimasi bo'ladi? Render bo'ladi va ortiqcha computation bo'ladi. Shuning uchun ularni memoga o'rash kerak, lekin memoga o'rash ham ba'zida foyda bermaydi. Bu best practice yo'li emas. Logicki bular render bo'lmasligini oldini olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda oddiy kodini ko'ramiz. Nima bo'ladi agar input o'zgarganida? Bu shunchaki handle va ana shu name bilan targetdan kelib chiqqan holatda useState'dagi o'sha valyusini o'zgaradi va bu yangi value kiritgani uchun useState mana bu formani render qiladi. Ya'ni mana bu funksiyani, ya'ni o'zidan high level funksiyani render qiladi, chunki React shunaqa ishlaydi. Xo'p, demak, ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchisida ko'ramiz, faqatgina shu input render bo'layapti. Tak. Va mana faqat ana shu input render bo'ladi. Necha marta render bo'lganini ham ko'rsatadi. Har bir yozganimizda bittadan. Bu juda ham zo'r, yaxshi ko'rsatkich. Xo'p, bu mana bu formada joylashgan. Nima? Bu useForm. useForm biz ishlatadigan React'dagi useForm hook emas. Bu o'zim yozib olganman o'zim uchun. Formalarni re-renderini oldini olish uchun как useForm bilan bir xil ishlaydi desa ham bo'ladi. Bu yerda nima yozilgan? useForm, ya'ni bu yerda nima? Listener. Listener nima uchun kerak? Mana bu useSync external store'dan kerak. Ya'ni React qaysidir obyekt o'zgarganida o'zini high level funksiyasini render qilish uchun u useSync external store'dan foydalanadi. Buni ichiga snapshotiga obyekt berib qo'ysa, shu obyektni o'zgarganida qaytarib turadi va listenerlar bor. Listenerlari call qilinganida, listener bu funksiya. Aytaylik, bu yerda men shu useForm hook'ga chaqirgan umumiy formamni oladi va ana shu formamni bitta listener qilib oladi. Nima bo'ladi? Men agar qanaqadir value ni o'zgartiradigan bo'lsam, mana bu yerda set value bor. Set value ni o'zgartirsam, ana shunga tegishli bo'lgan, ya'ni nima? Ana shu chaqirilgan funksiyalar bitta listener deb oladigan bo'lsak, ana shu funksiyalarni listi bor. Aytaylik, bizda forma bo'lishi mumkin, input bo'lishi mumkin. Agar input tinchga chaqirsak, input bizda bitta listenerga aylanadi va uni oxirida set value'dan keyin listener bilan chaqiradigan bo'lsak, u funksiyani ham qaytadan DOM update qiladi. Virtual DOM o'zgaradi, keyin real DOM o'zgaradi. Xo'p, buni alohida ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu kattaroq tema bo'ladi. O'zimizda Zastant, Redux'imiz yozishimiz mumkin. Redux boshqacharoq yo'l bilan yozamiz, lekin Zastantni yozishimiz mumkin shu funksiyalardan foydalanib. Birga bir bo'lmasa kerak, lekin no render jarayoni birga bir bo'ladi. Kodi birga bir bo'lmaydi albatta, chunki uni kodi ancha ko'proq va ko'proq optimize qilingan. Biz kichik levelda yozishimiz mumkin. Xo'p, tushunarli. useForm bu listerlar yig'adi. Bu yerda forma yaratilyapti. Oddiy userref orqali obyekt. U obyekt update bo'lganda chaqirilgan funksiyalar, ya'ni React'ni funksiyallarini update qiladi. Va get value, set value, useWatch. useWatch nima? useWatch o'sha narsani chaqirib beradi. Ya'ni
use sync external store degan hook chaqirib beradi React o'ziniki. Xo'p, bundan chiqamiz. Keyingi safar nima qilamiz? Xo'p, lekin sizlar bunaqa yozmasdan oddiy use forumdan foydalanishingiz mumkin. Use use forum hook adashmasam React uchun yozilgan. Xo'p, bu yerda handle va bu yerda ko'rishimiz mumkin watch bor. Watch nima? Bu inputni, valyularni qarab turadi. Aytaylik, biz bu yerga watch qilib turib yozadigan bo'lsak, first name, email, first name, last name, ya'ni o'zini valyularini nima qiladi? Bu TypeScriptda yozilgan. Ana shularni handle qilib turishimiz mumkin. Qachonki o'shalar o'zgarganda, uni tashqarisidagi funksiyani render qilib beradi. Demak, bu yerda forma ichida inputlar, inputning ichida valyusini olish uchun watch, name, label, set value. Set value nima uchun? Set value bu yerdagi formani set qiladi. Okey. Biz e'tibor bersak, set value o'qiganida nimaga mana bular o'zgaradi deyishimiz mumkin? Yo'q, chunki set value shunchaki formani obyektini o'zgartiradi. U render yoki use state'ga saqlanmagani uchun form example degan komponent render bo'lmaydi. Chunki unda sabab yo'q. Shunchaki mana bunday const obj mana bu ochib turib obj tak obj nuqta misol uchun name nima nuqta name teng something xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun bu renderga hisoblanmaydi. Shuning uchun render bo'lmaydi. Render qachon bo'ladi? Render mana bu inputning ichida bo'ladi. Chunki bu inputning ichida xuddi shu value watchda turibdi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin value watch name. Berilgan name'ni watch qilib valyusiga saqlab turadi. Shuni hisobiga agar men shuni o'zgartirsam set value qiladi katta formani, lekin katta forma ushlatilgan joyda render qilmaydi, u watch ishlatilgan joyda render qiladi. Nimaga? Chunki watch using external store degan hookdan foydalanyapti. Va shuning uchun ancha foydali va renderni optimize qilgan bo'lamiz. Bu kattaroq proyektlarda kerak bo'ladi. Modallarda misol uchun ba'zi bir modallarni o'zgartiradigan bo'lsak, butun veb-sayt refresh bo'ladi. Bu juda ham xato. Nima desa bo'ladi? Ko'proq resurs olishi mumkin. Shu jumladan high level coding qilgan holatda renderlarga juda ham katta e'tibor berib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, hammasi tushunarli. Hozircha shular. Agar savollar bo'lsa, Telegramda yozishinglar mumkin bemalol. Telegram bloglarimizda ham bu haqida ko'proq nima qilganmiz. Agar yoqqan bo'lsa, like, subscribe bo'lib qo'ysanglar ham juda yaxshi bo'ladi. Kontentlar ko'proq chiqishi uchun. Rahmat,